Assalamu alaykum. İlim ma'rifat uchun hayotni bag'ishlagan bizning energiya manbayimiz bo'lgan qadrdon ustozlar va bu yo'lni yurish uchun aramizga qaytilgan aziz mehmonlar, hammanglar aramizga xush keldinglar. Men necha yildan buyon shu tibbiy kongrelarga qaytilgan vaqtimda belki ko'nglim shunchalik yerim bo'lib ketdi. Inshaalloh bizning mushta bir yig'ilishlarimiz bo'lsin degan arzuni qiladim. Bugun haqiqatan 10 yildan keyingi Uyg'ur jamiyatining Turkiyadagi kariyerini ko'z oldimga keltirib pek hayajonlandim. Maqolaga kelganimga bu yerdan yana bir qator tashakkurlarimni bildiraman. Men bugun ko'p uchraydigan rak kasalliklari va uning klinik ifodalari haqida to'xtalaman. Mening bu temam sahiy asosidagi intayin keng doiralik, har bir kishining bunga munosabat ba'zi temalarni bilishi kerak bo'lgan nazik ve qiyin tema bo'lg'achqa imkon qadar muhim masalalarni tibbiy tildan uzoqlashtirib, ig'iz tilini aylantirgan asosda sizlarga yetkazishga tirishaman. Bugungi temamizni rak kasali nima degan savolning javobi bilan boshlab ketaylik. Odam badanidagi butun a'zolar hujayralardan tuziladi. Hujayralar bo'lsa, barliq jonliqlarning tuzilishining eng kichik hayotlik birligi bo'lib, faqat mikroskop orqali ko'rgili bo'ldi. Sog'lom hujayralarningki to'xtovsiz taraqqiy qilishi, sog'lom hujayralarning to'xtovsiz bo'linib ko'payish alayidligi bilan o'lgan hujayralarning yangilanishi va yaralangan to'qimalarning asliga kelishi izchil davomlashib turdi. Ammo sog'lom hujayralarımızın bu xil bo'linib ko'payish alayidligi muayyan chek-chegaraga ega bo'lib, belgili sonda bo'linish ko'payish rolini joriy qildirdi va o'zining qayerda qanday bo'linib ko'payish kerakligini aniq bildi. Rak hücreleri bo'lsa, bunun aksicha o'zining qanday mas'uliyatga ekanligini butunlay unutgan holda bang'ashliq bilan xohlagancha kontrolsiz bo'linib ko'payishga boshlaydi va bir yerga to'planib o'sma paydo qildi. Asta-asta vaqtning o'tishiga ergashib, bu o'smalar normal sog'lom hujralarimizga besim elib kelib, sog'lom to'qimalarimizni ziyda qilishga boshlaydi. Hatto bu rak hujralari o'zi to'plashib paydo qilgan o'sma to'plamidan ayrilib, qon tomir yoki limfa yo'llari orqali badanimizdagi boshqa a'zolarga ketib qoladi. Bu a'zolardan o'sma to'plami paydo qiladi. Rak hujayralarining qon yoki limfa yo'llari orqali boshqa a'zolarga yeyilishi ko'pincha hollarda intayin xatarlik va nodir ahvol bo'lib, bu xil ahvollarda diagnoz qo'yish yoki davolash to'liq qiyin bo'ladi. Endi men shu rak kasalliklarini keltirib chiqaradigan omillar haqida ozroq to'xtalay. Sahiy asosi chiqqandek taraqqiy qilib bugunga qadar bu shu rak kasalligini paydo qilgan aniq omillar o'tirib qo'yilgan emas, tibbiy tadqiqotlar bilan isbotlangan emas. Ammo rak kasalligi uchun ikki xatarlik omil bor. Bularning biri bo'lsa turmush odatimiz, yeshimiz, jinsiyatimiz. Chunki ba'zi raklar faqat erlarda, ba'zi rak kasalliklari faqat ayollarda ko'riladi. Undan boshqa genetik masalalar. Bilinmay qolamiz, ba'zi bizdan 3-5 avlod ustimizda ko'rilgan bo'lishi mumkin. Illa onamizda bo'lsa, bizda bo'ladi yoki bizda bo'lgan kasalning bir ustimizda bo'lishi kerak emas. Undan boshqa yana bir xatarlik deb qaraladigan omil bo'lsa, aroq tamaki qo'llanish, uzun muddat xatarli soatlarda quyosh nuri ostida qilish, ziyoda ko'p radiatsiya bilan uchrashish, ba'zi ximiyalik moddalar va viruslar bilan uchrashish, havo bulg'unishi, uzun muddat davomlashgan nachar uzuqlanish odati va ruhiy sog'lomlikmi buning qatorida o'rin oladi. Endi tibbiy tadqiqotlar bilan isbotlangan ko'p uchraydigan rak kasalliklari haqida ozroq to'xtalaylik. Ko'krak raki. Ayollardan ko'p uchraydi. Buningki ifodasi bo'lsa, shu ko'krakning shakli o'zgarish yoki qo'limizga uriladigan qattiq mo'nakchilar yoki ko'krakdan suv jiring shaklida suyuqliklarning kelishi bilan ifodalanadi. Anoninki ma'lum o'pka raki. O'pka rakining ifodalari bo'lsa, uzun davomlashgan yo'tal, qon tukurish, nafas siqilishlar bilan ifodalanadi. Endi o'pka raki butun dunyoda eng ko'p o'limga yo'l ochadigan rak turlarining birisi. Ma'zi bez raki. Dünya Səhiyyə Sahəsinin tədqiqatında ərlərdən ko'p ko'riladigan rak turi bo'lib, endi buningki davolash va oldini olish xizmatlarida alohida diqqat qilish kerak. Bo'lib 45 yoshdan oshgan erlarda yilda bir qatim shu qon orqali bu rakningki badanida bor yoki yo'qligini tekshirib turish intayin muhim. Andan keyin oshqozon raki. Oshqozon raki
Endi ma resimni ko'rayotganinglar, shu pankreas oshqozon osti bez rakininki bir operatsiyasi bu oldigan 6,5 soat davomlashdi. Men bu operatsiya shunchalik bearam bo'ldim. Normalda jarrohiyni bak yaxshi ko'rganligim uchun hech qachon og'riqni, charchig'ini his qilmaydim. Shu kuni haqiqatan bu kasbning yoki bu hayotlikninki sog'lomlikning qanchalik muhimligini yana bir qatam tunib yetgan bo'ldim. Chunki kasal 58 yoshdan bu operatsiyadan keyin ancaq faqat 3 yil yashay oladi ekan. Ancaq 3 yil, tün 6 oy yashaydi ekan va bu 6 oydan 3 yilgacha bo'lgan bir hayotlik uchun mush operatsiyani ko'zga olibdi. Operatsiya jarayonidan ichinishlik bo'lgani butun ichki organlarni teshig'i chiqarib qo'yib turib, rak hujayralarni tozalagan bo'ldi. Bu meni bak qattiq mag'bek ta'sir qildi. Sog'lomlikning qadrini mushtaq kasal karantinga tushgan vaqtda bakrak his qildik ekanmiz. Ondan keyin mana cho'ng'urcha raki, endi bu cho'ng'urcha raki bu asta yushurib taraqqiy qiladigan raklarning biri bo'lib, buning da asosan qo'saq og'riydigan yoki bo'lmasa qo'saqni tutgan vaqtimizda qo'limizga qattiq munekchilar o'rilgan, tuyuqsiz o'ruqlab ketadigan, hech qanday bir turmush ritmimizni o'zgartmasakmi 5-10 kilo o'ruqlab ketishimiz bu normal ahvol emas. Bunday vaqt cho'qim tashqi bo'limda shu uchayga munosabatli masalaning boyliqini tekshirishimiz kerak. Andan keyin shu qavziyat günümüzde muş ahval bek ig'ir, ayollar bilimde biz %80 ayolda muş mesele bilan qarshilashimiz. Endi qaziyat %80 jiq kasalning onasi rak kasalga sabab bo'ladi. Shunga uzuqlanish odatimizga diqqat qilishimiz kerak. Undan keyin men aytayman, palyak qo'ydiraki. Palyak qo'raki deb latay. Palyak qo'rakimi ayollarda mayt ko'p ko'riladigan rak turi, hatto men biladigan biz takip qilib kelayotgan 7 kasal var, 7 kasal var bo'lib, buni ba'zida dastlabki bosqichda ba'zilari endi 2-3 avrilgacha berib qolgan yoki bolayapmiz enib ketgan kasallarimiz bor. Men bunga ishning ichiga kirsam chiqib bo'lmayman, chunki bu tema bek cho'g'ir tema, faqat yuzakidan tavsiyalarimni so'zlab o'taman. Bunun ifadeleri bo'lsa, shu klimakteriya kirgandan keyin bir oydan uzun to'xtamay qanash yoki bo'lmasa tuvanki qo'rsaqni kindligimizning osti tarafi ziyada yo'g'lab ketishi, shu bolayot qo'dikturlik o'sma yoki bolayot kasalliklarining ifodelari. Buni oldini olish uchun HPV aşısı, HPV deb qo'yamiz. Endi bu vaksina 10 yoshdan boshlab 55 yoshgacha, 55 yoshgacha o'zg'ilgan bir vaksina. Nurg'un Yevropa davlatlarida bu hamda davlatlarning majburiy vaksinasi qatoriga kirgizilgan bo'lg'achqa majbur uriladi, ammo Turkiyada bu vaksina majburiy vaksina qatoriga kirgizilgan, uning ustiga buning bosimi bek qimmat. Endi mal tashviqotlarni oz bo'lg'achqa %80 ayollar bunga sal qaraydi. Endi bu nishta muhim degan vaqtimizda bu HPV virusi sabab kelib chiqadigan rakning %90% oldini ola oladi. Shunga agar oilalarda bu rak kasallik bilan tugab ketgan yoki shu bilan bolayotgan ilmg'an ayollar bo'lib qolsa, cho'qim shu vaksinani o'z olishinglarni men tavsiya qilaman. Bundan tashqari muntazam tekshirishlarda ayollar bilan doktorlar bilan maslahat qilish orqali qilishni qilsalar bo'ladi. Undan keyin shu bolayot qo'raqliq sabab bo'lgan bolayot kasalliklari haqida ozroq to'xtaldim. Mana birinchi rasmda ko'rganimiz ashrak sababdan bu rakninki boshqa a'zolarimiz uchayap oshqozonlarimiz tarab ketmaslik uchun elib etilgan bir bolayot qo'lning ko'rinishi. Bu yerdagi kasalmo 50 yoshlarda bordi. Anarkima o'tirdikisi bo'lsa bolayot qo'l bo'ynidagi rakning tarab ketmaslik uchun elib etilgan bolayot qo'l bo'yni. Buni qanday bilalaymiz deyishingiz mumkin. Buni hamda shildiq ayollar bilan tekshirishimizda avrishga tekshirilgan vaqtda shuning yolg'iz boyib yoki yo'qligiga qarab turib doktorning ko'rsatmasi bo'yicha shu HPV ga aloqador ba'zi tekshirishlar orqali shuniki pozitiv yoki negativ natijasini bilib olindi. Andan keyin ajabtisi endi shu bayqalgan endi HPV pozitiv chiqqan bir kasallikki ko'rinishi bu bir chetalik kasallik o'zi ruxsat qilgan, shunga biz buni qo'lladik. Eng oxiridagi bo'lsa shu bolayot qo'yilgan kichik yolg'izlar, buni men Google'dan oldim. Endi chiq ayollar kichik masalalarga sal qaraydi, oxiriga kelgan vaqtda sinirlashib ketganda bizni chorasiz qolamiz. Shunga ayollar cho'qim o'sha masalalarga diqqat qilish kerak. Andan keyin teri raki. Teri raki biz nafsga diqqat qilib ketmaydigan ahvollar bor. Amaliyotdan shu tuganni shu oldida o'tgan HPV virusi bilan naytib va zich bog'lanishlar. Shunga tuyuqsiz paydo bo'lgan sugar yoki mag yoki shunga o'xshash uzun muddat saqlangan yaralarda
çoxum teri bilimi körülüp münasibetlik çare tedbirlerini erişimiz gerek. Onun için mimaraki. Hem de mimaraki şunu terakki kıldı. Köpünç vakitte 75 yaş hatta 70 yaşın aşkan ayarlarda köprek uçuraylıgan bir kesellik. Bunun ifadeleri olsa şu menişli kıymiliş, yakımız körüş kuvvetli mesele körülüş, uzun müddet beşi ağırış, uykusuzluk, köngül erişiş diyendeki müştah meselelerden ifadelenirdi. Şuna eğer ailede müştah bir mesele olsa ya ki şunda alametler uzun müddet davranlaşkan olsa çokum beyin cerrahi müştah. Miyana bölümü alakalı doktorlarla körüşüp bununla ne kılış gerek? Dikkat kılış gerek. Andaki ben şu belki uzaklarını körüvatkansılar yakından bu yan uğurlarını arasından alıp kaldı. Facebook'lar körüvattınız, kameraya bulup bağıncılık almıştırış ihtiyacı var ballarını. Bu anda bütün dünyada balların en kök körüvatkan raklarının içinde birincisi üstünde kameraki. Bazılarında nimişki bu yana tuğulan balarak bulduğu da soruş mümkün. Bu kesel buluşumuz fakat aldı da günümüzde yaşımızdan çoğu yaşı 20-30 yaşayışımızla münasebet yok. Bazı genetikimizde nasıl buluşu mümkün? Yaşavatkan muhitlerimiz, havaların bulunuşu, yavatkan neslimizin bütün organik buluşun uzaklaşışı mı? Bizim her vakit kesel buluşumuzga üstüge, bizim ruhi sağlamlığımızın her bir uygunluğu kendi. Kançılık yerde boğanlık özümüzge məlum. Şuna bu taraftaki meselelerle dikkat kılışımız gerek. Ondan ballarda ancak görülüğün ikinci türdeki rak lenfoma. Lenfa bezi raki. Ballaramadan onu sol boyunun üstünkü taraftan yüzünüzden az tarafta biz baykayınız var resimdeki kağandek aşağı bir ışıklar bulup kalsa bunun çok dikkat kılıp ballar bölümünün doktor bilen körüş gerek. Onun için ballarının mimaraki kök uçuraydı. Uzun müddet tır çıkmağan, yakı mağanmağan, 3-4 yaş kırıp mıravan yapılamağan, anamlikimiz körüş kuvveti mesele ballarımızda muşluğumu dikkat kılışınız gerek. Anne, rakiselliği diagnoz koyuş kolundan usullar azırak doktorlar. Aldı bilen ben üstüde sözler ötken mesele körülge vakitte doktor görmüşümüz gerek, muayene edip koymuş. Fizik muayene bilen doktorunki məsləhətini erişimiz gerek. Onun için şu doktorun məsləhəti boyunca bazı ihtiyaç olan kan tekşürüşlerimiz, yardım olmaya kalsa patolojik tekşürüşlerimiz, şu əvrişkiyet tekşürüş. Onun başka şu ihtiyaç olan vakitte görüntülü yöntemi mesela biz Uygurca'da bir cevap atıvalımız kıskarttık. Aşının okşaş yaki BT yaki MR hız diyendek doktorun nemisi bilen muş tekşürüşler arkalık muraklık bayağı ki yokluğunu tamamen bayqıqılı buludu. Hem de rak keselliklerin davalaştı, kolunluğun davalaştı türleri hakkında azırak toxtulay. Ben bunun yani bütün dünyada hazır rak keselliklerin davalaştı, kolunluğu atkan türüne ait köpken. En köp netice kazangan, köngüldekidek bir önünge igi boğanlarını sözlep ötümen. Birincisi immunoterapi. Bu immunoterapi degenimiz nima desalar? Her bir insanınki özününki yeşil genetik meseleleri umum beden sağlamlıkla asasen bir immun gücü buludu. Bir yerde bu davalaştan boğan maksat şu bimarlarınki immun gücünü güçlendiriş arkalı bedeninki özünü qoğdaş iqtidarını kaynıp rak hücrelerini yok kılışık fırsat hazırlap veriş. Muşulaq bir rolunu öteydi bu xil davalaş türü. Bu anda bütün dünyada en yaygın bir davalaş türü. Normalde bu meslekli basmış tükeraklarda çakırak kolunurdu. Hem de ikinci sırada operasiya arkalık rak hücreleri bayqalgan organ yoki to'qilmani butunlay chiqarib etish arkalık başka a'zolarga taqib ketishni olib berish. Bizning mushaqdagi bilimsel kamchil, men jiq mushuningda vaqtni o'tkazib qo'ygan kasallarni ko'rdim. Bu a'zoyim elbasman qanday yashayman deydi. Amaliyotda rak hujayrasi har vaqt shu a'zo elib etilmagan ahvolasida qo'shni a'zolarga yeyilish yoki taqib ketish ehtimolligi bor. Görüntülenenlerdek on taraftaki birinci resim tuxumdandaki ösmünün rak ihtimallığı bilen ele bitilgen kitle. O türdekisi bolsa şu sizdeki stomakta körülgen rak alakadar meselede ele berilayotgan bir operasiya. Anandaki maçatkisi yana şu balyatko raki boğanlık üçün balyatkosu ele bitilgen bimarniki balyatkosu. Muşu bimarmı şu 3 ayakçı toxtamagan qanaşta sel qarab Türk doktorlar işini bilmeydi o, Xitay üstükeldi o.
işte 10 tane asıl okulların az kozot degendek vaktini ötküzüp kalıp ameliyat başlaya kalgan bolsa ilinip ketmez ihtimallıqın juğurt doğrudan davalığı buladı. Ahırda kan toxtumay hayatını saqlap qalish uchun o'zining bir a'zosini ayrilib qolgan bo'ldi. Ondan keyin bu kimyalik davolash. Bu kimyalik davolashda asosan dori bilan davolash asos qilinadi. Masalan, eg'izdan oral tedavi deymiz. Yoki bo'lmasa parenteralda shu tomir orqali dori bilan davolash asos qilinadi. Buningda hozir aqlliq dorilar chiqdi. Har bir kasalning o'zining genetikiga qarab turib, shu kasal bilan paydo qilgan bir xil davolash usullarini qilib taraqqi qilib meng'otidu. Buning kelgusidagi natijalari cho'qim bak yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Undan keyin nur orqali davolash, bu ba'zi raklarda faqat mushuni ishni yaraydigan bo'lgancha, bu intayin bak muhim bir tur. Oxirida butun dunyoda har bir millat o'z oldiga o'zining yerlik tibobatlari bilan destek maqsadida yoki immun kuchini yuqori qilish maqsadida rak kasalliklari qo'shimcha davolashlarni elib beriladi. Endi oldin olish va baldur bayqashning afzalliklari haqida ozroq to'xtalay. Baldur bayqagan vaqtimizda davolash fursatiga ega bo'la olamiz, moddiy ma'naviy chiqimni azaytamiz, badanimizdagi a'zo va to'qimalarning xarob bo'lishining oldini oladi va palashishning oldini oladi. Hammadan muhimi ajrimiz to'shmaganli bo'lsa hayotimizni qutqizib qoladi. Bugungi kunda dunyoda millionlarcha insonlar rak kasallikka giriftor bo'lgan holatda yoki davolash bosqichlarida hayotini davomlashtirmoqda. Shunga rak kasalliklariga qanchalik baldur diagnoz qo'yilsa, davolash baldur boshlanadi va baldur boshlangan davolash bilan kasallikni saqaytish yoki butunlay kontrol qilish imkoniyatiga ega bo'la olamiz. Allah Taala hammalarga vujudimizni, a'zolarimizni eng go'zal va sog'lom bir holatda ne'mat qilib berdi. Bu ne'matning vaqti soati tushib, qo'limizni elmagacha uni asrab yaxshi parvarish qilib qo'llanish yoki o'ziga tashlab qo'yib muddatdan burun qadam chiqarib, og'ir tatib yashash bizga qolgan bir masala. Shu an hammalar oldi bilan o'zimizni asrashni, kutishni yaxshi bilishimiz kerak. Shunda benormal bir ahvolga yo'liqqan vaqtimizda darhol farqlantira olamiz va kerak bo'lgan tekshirish va davolash orqali masalalarimizni vaqtida hal qila olamiz. Kasallik diagnoz qo'yish faqat doktorning ishi. Usti tilg'ayib o'tgan bishoratning birasining ko'rilishi rak kasallik giriftor bo'lganligimizni ko'rsatib bermaganidek, hech qanday bir bishoratning ko'rilmaganligi bizning sog'lom ekanligimizni ifodalab bermaydi. Shunga imkon qadar yilda bir, bo'lmaganda 2 yilda bir qatam muntazam sog'lomlik tekshirishni qilib turishimiz kerak. Ana oxirida men alayhi ta'kidlamoqchi bo'lgan yana bir masala ma'rif. Bo'lib sog'lomlik sohasida hammalar hech bo'lmaganda o'zi va oilasining sog'lomligi uchun ba'zi zaruriyat bilimlarni o'rganish kerak. Mana bugungidek yig'ilishlarni izchil davomlashtirib, har sohadan ulgulik ziyolilarimiz bilan muhojiratdagi xalqimiz uchun nima qilib beralaymiz degan temaga to'xtalishimiz, hammalar o'z sohamizga munosabatli muhim planlarni tuzishimiz, tuzgan planlarni ishga oshirish uchun qo'limizdan kelish xizmat qilishimiz kerak. Bizning har sohada, bo'pmi tibbiy sohada eng mukammal jarrohlar chiqsin. To'xtovsiz ilgarilaydigan professorlar chiqsin. Kim biladi, balki rak kasalliklarining davosi bizdan chiqadi. Tib qanday taraqqiy qilayotgan bugungi kunda bu sohada 5-10 yil burun sahiha bilimlarimiz bilan oyoqda qolamiz deyish to'liq ichinishli bir masala. Shu yana deydiganimiz tibbiy sohaga qiziqganlarning bizning qo'shinimizga qaytilishinglarni yoki bolalarni bizning qo'shinimizga qaytishinglarni shu orqali axloq farishta atalgan bu sevgi, mehr muhabbat karvonimizni texnik kuchlantirishga bir kishilik hassa qo'shishinglarni so'rayman. Xitoyning turmalarida, lagerlarda umr ketayotgan qarindoshlarimizning erkin nafas olish va yuksak g'oyalar uchun tirishish haqqi bor edi. Ammo ularning fursatlari bo'lmadi. Bizning ularning alohida bir farqimiz yo'q, faqat fursatimiz bor. Bu fursatlarimizni qimmatga ega qilish uchun vatandagi xalqimiz yishning qilib beramiz deb hasrat chekkan, vatan sirtidagi xalqimizga xizmat qilish uchun bo'lsa-mu, badal to'lashimiz kerak va bu ishqa mas'ulimiz kerak. Kuch birlikda, ishonlikda. Qaylansa hammalar o'zimizning qilayotgan kichik ishlarimizni mushundoq yuksak g'oyalar uchun besilgan bir boshlang'ich hisoblab birlikda tirishib boqaylik. Hammamiz o'zimizning sog'lomlik bilan boshlaylik. Bu sog'lomligimiz orqali ibodatlarimizni joyiga qilaylik. Bu sog'lomliklarimiz bilan oilamizni, jamoatimizni va jamiyatni kuchlantirib, bizni tushkunlikka va umidsizlik suriblayotgan dushmanimizning ko'ziga mix bo'laylik. Gapimiz bilan emas, amaliy ish harakatimiz bilan atrofimizdagi millatlarga asli Uyg'ur degan bir millatga na degizaylik. Bu da'vo namoyish bilan yoki boshqa ig'zoyi tashviqot bilan cheklanib qolmasdan, balki hammalarning o'zimizning qiziqish sohasida eng yangi bilimlarni o'rganib, o'z-o'zimizni kuchlantirishimiz orqali texnik kuchaydi va natijaga erishadi. Hammalarga muvaffaqiyat tilayman. Astoydil anglab berganligingiz uchun ko'p rahmat.